Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 28-may haftani chorshanba kuni 2025-yil. Xo'p. Mana bu kiyimlarni ko'rsatamiz. Narxi necha pul bo'lyapti aka bularizni? Bular 38 ming beryapmiz optim. 38 ming so'm pachka narxi ekan, materiali Singapur. tepapas a? Ha. Mana tepapas 38 ming so'm pachka narxi, materiali Singapur. Xo'p, gapiraversinlar. Xo'p, donaga necha pul aka bular? Donaga 40 ming beraveramiz. Donaga 40 ming so'mdan ekan. Razmer nechtalik? 48-50 ikkitalik razmer. Ikkitalik razmer ekan, 48-50 ekan. Rasvetkalari mana qizili bor ekan. Xo'p, yashil, ko'k, yana qanaqa ranglari bor? Hozircha shu to'ralasdan qoldi. Hozircha sizda aynan hozirgi bozorda shundan qoldi. Qolgan tugatib oldik. Yaxshi. Bular necha puldan? Xo'p, bularimiz 48 ming beryapmiz optim narxi. Pachka narxi 48 ming so'mdan ekan bularni. Razmeri nechtalik? Razmeri standart bo'ladi, 46 dan 54 gacha ham tushyapti. 46 dan 54 gacha tushaveradi razmeri. Yaxshi. Materiali nima bularki? Selin. Selin shtampil ekan materiali. Mana boshqacha ranglari ham bor. Bular qanaqangi narxi? Xo'p, mana shu rasvetkalar shekkacha. Va bular necha puldan? 48 ming bu ham. O'sha ko'rsatmalar. 48 ming so'm pachka narxi, donaga 50 ming. 50 ming so'm. Razmeri nechtalik? Razmeri shu standart 46 dan 54 gacha. Yaxshi. 46 dan 54 gacha tushadimi? Tushadi, ha. O'sha shunaqa razmerdagilarga tushaveradi endi. Tushaveradi, ha. Ma'qul kelsa olishaveradi-da. Bular necha pul? Bularimiz 35 mingdan. Boshdan oxirigacha? Ha, mana shu tigerdan boshlab, Mana shu ko'kdan-a? Bundanmi? ha, o'shandan boshlab Bunisidan boshlanar ekan, xo'p. boshigacha. Mana bu birinchisigadir ekan. Necha pul deyapsiz bularni? 35 ming. 35 ming so'm pachka narxi. Pachka narxi. Donaga necha puldan? Donaga 40 ming so'm. Donaga 40 ming so'm. Razmeri nechtalik buni? 50-52 ikkitalik. 50-52 ekan. Materiali nima buni? Stampil selin bu. Selin shtampil ekan. Materiali. Telefon nomeringiz 90lik, 90lik 150, 150 9200. 9200 ga kunduzi telefon qilaverasizlar. Videoni obdon yaxshilab ko'rib chiqib, keyin telefon qilinglar. Telefon qilib nima sotasiz, necha razmeri demasdan oldin videoni ko'rsalang, xuddi shu narsa bo'ladi. Bo'ldi shu. Endi hali nomerni bergani ham boshqalar og'rinib qolyapti-da, juda bezovta qilib yuborar ekan, bo'lar bo'lmasga deyapti. Men sizlarning foydalaringni o'ylab yetyapman. Menga umuman telefon nomeri kerak emas. Yana kimdir xafa bo'lmasin haligi. Prosta men odamlarning o'zini, sotuvchilarning fikrini aytyapman xolos. To'g'rimi? Sotuvchilar ko'p aytyapti-da, shunaqa telefon qilib bezovta qilar ekan deb. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab hozirgi vaqtda 4 da boshlanyapti bozor, kunduzi 10-11 gacha bozor bo'ladi. 10 da sotuvchilar yig'ishtirishni boshlaydi narsasini. 12 gacha ba'zi sotuvchilar o'tiradi, 12 da taqataq tugaydi bozor. Shuning uchun vaqtliroq kelinglar bozorga. Hozirgi vaqtda bozorning sohati, kunlari shulardan tashkil topgan. Agar o'zgarish kirsa, keyingi videolarimizda aytamiz. Qachon o'zgarish bo'lsa-da. Xo'p, shunaqa gaplar ekan. Shu akani tanib olinglar. Qo'qonda Stenka bozoriga ham chiqyapsizlar-a? Yaxshi. Qo'qonda Stenka bozori dushanba, juma kuni bo'ladi.